bugun sizlar bilan biz dunyo siyosiy xaritasini o'rganib chiqamiz. Dunyoda demak jami mamlakatlar soni 240 ta bo'lib, shulardan 194 tasining mustaqilligi tan olingan hisoblanadi. Endi mamlakat bilan davlatning farqi nimada deydigan bo'lsak, millatga nisbatan qo'llaniladigan bo'lsa bu mamlakat. Mana misol uchun misol tariqasida o'rganamiz. Turkiya, Suriya va Iroq hududlarida aynan kurdlar degan demak mamlakat bor-ku, lekin Kurdiston degan davlat yo'q hisoblanadi. Demak, asosiy farqi shunda. Suverenitetlik xususiyatiga ega bo'lsa, bu davlat hisoblanadi. Endi dunyo siyosiy xaritasini qismlarga bo'lib o'rganamiz siz bilan biz. Sharqdan keladigan bo'lsak, mana bu hududlarimiz Okeaniya deb ataladi. Demak, Xitoy, Mongoliya, Koreyalar bular Yaponiya, Sharqiy Osiyo, Tailand va boshqalar bular Janubiy Sharqiy Osiyo, Hindiston, Pokiston, Bangladesh, Nepallar bular Janubiy Osiyo. Demak, Osiyoning bu qismi Janubiy G'arbiy Osiyo, Afg'oniston ham shu hududga, bu tarafda to Turkiyagacha. Demak, mana bu hududimiz esa Markaziy Osiyo deb ataladi. Endi Rossiya alohida hudud hisoblanadi. Katta davlat. Demak, Avstraliya ham alohida hisoblanadi. Endi Yevropani qismlarga ajratadigan bo'lsak, mana bu qismi Shimoliy Yevropa, Norvegiyadan to tortib Daniyagacha. Demak, mana bu hududimiz esa Markaziy yoki G'arbiy Yevropa deb ataladi. Ukraina, Ruminiyalar esa Sharqiy Yevropa, Ispaniya, Italiyalar esa bu demak Janubiy Yevropa deb ataladi. Afrikani qismlarga ajratadigan bo'lsak, bu Shimoliy Afrika, demak bu qismimiz esa G'arbiy, Sharqiy, Markaziy Afrika va Janubiy Afrikaga bo'lib o'rganishimiz mumkin hisoblanar ekan. Endi Amerika siyosiy xaritasiga to'xtaladigan bo'lsak, AQSh va Kanada bular demak Shimoliy Amerika davlatlari hisoblanadi. Grenlandiya oroli ham aynan mana shu hududlar Shimoliy Amerika deb umumiy ravishda o'rgatib ketiladi. Meksika ham alohida davlat sifatida umumiy o'zi ajraladi. Meksikadan to janubi bu tarafi Lotin Amerikasi deb ataladi. Lotin Amerikasi asosan ispan va portugal tilida so'zlashuvchi xalqlar hisoblanadi. Endi mana bu yerda Salvador, Honduras, Gvatemaladan to Belizdan boshlanib Panamagacha bo'lgan hudud bu Markaziy Amerika deb ataladi. Mana bu hududlar esa Karib dengiz havzasida joylashgani uchun Karib davlatlari deb ataladi. Venesueladan boshlanib to bu tarafi Boliviya, Chiligacha bo'lgan hududlar demak Ant mamlakatlari deb ataymiz. Argentina, Urugvay, demak Paragvayda biz La Plata davlatlari hisoblanar ekan. Braziliya alohida davlat o'zi bir qism sifatida ajratiladi. Demak, mana bu yerda Surinam, demak Gayana va Fransiya Gvianasi bu Gviana uchburchagi davlatlarni tashkil qiladi. Demak, dunyo siyosiy xaritamiz mana shunday qismlarga bo'lib alohida o'rganishimiz biz uchun qulay